Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz siz bilan bozorni tahlil qilishni o'rganamiz. Bozorni tahlil qilish uchun asosiy bizga 3 ta kerakli bo'ladigan analiz turlari bor. Misol uchun fundamental analiz, texnik analiz hamda switching analiz. Xo'p, fundamental analiz bu yangiliklar bilan bozorni tahlil qilish. Texnik analiz ma'lum bir grafikda ma'lum bir strategiyalar bilan texnik chizmalar tortilganda bu texnik analiz deyiladi. Switching analiz bu har bir grafikdagi har bir o'sha liniyani siz shamga o'zgartirganingizda har bir shamchadan qiladigan analiz turingiz, ya'ni tahlilingiz bu switching analiz hisoblanadi. Fundamental analizga biz nima asosan ishlatamiz? Ya'ni bu investing.com hamda forexfactory.com. Fundamental analiz bu yangiliklar bilan ishlash hisoblanadi. Biz shunda investing.com ga kirib, misol uchun Amerika sessiyasida keladigan yangiliklarni kuzatib borib, tahlil qilib, har bir bitimimizni ochishimiz mumkin. Xo'p, bizki bundan keyingi videolarimizga texnik analiz hamda switching analizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlar hamda kerakli bo'ladigan platformalarni aytib o'tamiz. Bizni kuzatib boring, do'stlaringizga ulashib qo'ying.